Sizning zurriyotingizdan Baytullohning bo'lajak imomlari chiqsin, hofizi Qur'onlar chiqsin. Do'stim, jannatlarda boshingizga tojlar kiydiradigan farzandlardan chiqsin. Keling, niyat qilaman, ushbu videoni ko'rayotgan ko'zlaringiz Allohning izni ila Allohning jamolini ko'rsin do'stim. Mana shu videoni ko'rayotgan ko'zlaringiz bilan bugun o'zida tushingizda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'ring do'stim. Men shunchaki niyat qilyapman, amin deb yozib chiqib keting. Amin deb yozayotganingiz singari 10 yelkangizdagi farishtalaringiz savob daftarlaringizni to'ldirib tashlasin. Do'stim, qarang, sizni birodaringizni, ota-onangizni, yaqin insoningizni tug'ilgan kuni yaqin, shukrona kuniga nima hadya qilishni bilmayapsizmi? Qaranglar, Ka'ba naborimizni ko'rinishini qaranglar, nihoyatda katta ko'rinadi, bagati ko'rinadi. Buni olgandan keyin olgan inson o'zidan o'zi shunaqangi ho'ngirab yig'laydi, quvonch ko'z yoshlari ila yig'laydi. Mana shu naborimizni siz uchun jannati birodarim, Rossiyada bo'lasizmi, O'zbekistonda bo'lasizmi, mutlaqo bepulga yetkazib beramiz. Naborimizni narxlari qiziq bo'lsa, +7 kodi bilan 953 159 96 06 raqamlariga WhatsApp tarmoqlari orqali murojaat qilsangiz, sizlarga kataloglarni tashlaymiz. Ma'qul kelganini inshaalloh sizning nomingizda uyingizgacha ketkazib beramiz. Ahlan va sahlan.